Olganda yaxshiroq sifatlisini olmoqchiman, masalan. Qanaqa qilib men sifatlisini tanlayman? Brendni o'zi 10 yil rasmiy kafolat beradi. Mahalliy texnologiya bilan Germaniya texnologiya nima farqi bor o'zi? Nima ustunligi bor? Ustiga chiqib, bemalol sakrab va qanaqa chindan ovoz chiqyapti. Uylarga suv tomchilab turgan bo'lsa, buni e'tiborsiz qoldirmaydi. Bu qimmat unitasi xunuk holatga olib kelishi mumkin. Tornado deyapti. Bu tornadoda siz aytdingizki, suv bir tarafdan chiqib turib, aylanib tushib ketadi, trendda. Shunaqa. Shunda suv ko'proq bo'lmaydimi? Keyin unitazlarda eng ko'p uchraydigan holat обязательно ichi shunday sarg'ayib, dog' ketgan bo'ladi. Bu shunda mahsulot sifatsizligidan bo'ladimi? Yoqubjon aka, mana biz masalan sanuzel quryapmiz, do'konga kelsak, biz uchun ko'rinishdan hamma mahsulot bir xilda tuyulaveradi. Hammasi oppoq, maktabga borsangiz ham, restoranga borsangiz ham, eng qimmat premium joyga borsangiz, ko'rinishi bir xil. Lekin o'zi umumiy savol, o'zi sifatli unitaz qanaqa ajratib olsam bo'ladi ko'rinishida? Iloji bormi o'zi buni? Sifatli unitazni ko'rinishdan ajratish qiyin. Bunda nimasiga ahamiyat berish kerak? Birinchi navbatda sifatli keramikadan tayyorlangan bo'lishi kerak. Ya'ni unitazni keramika qismi uzoq yillar rangini yo'qotmasdan sizga ishlab berish kerak, oppoq holatda turishi kerak. Ikkinchi navbatda ahamiyat beriladigan narsa yuvish texnologiyasi. Qanaqangi texnologiya bilan jihozlangan? Ya'ni mana misol uchun axlat qoldirmasdan yuvib tashlash kerak, yuvib ketish kerak. Uchinchi e'tibor beriladigan narsa bu unitazni asosiy ishlaydigan mexanizmi birinchi navbatda baquvvat bo'lishi kerak va qachondir buzilib qolsa ham qayta sotuvda mavjud bo'lgan bo'lishi kerak. Ya'ni qachondir baribir mexanizm buzilib qoladigan bo'lsa, siz butun boshli unitaz sotib olmasligingiz kerak-da. Mexanizm sotuvda bo'lishi kerak. Mana Yoqubjon aka, bizga klient sifatida mana kelsa, hamma unitazni rangi bir xil. Mana hozir do'koningiz o'zida 50 dan ortiq assortiment turibdi. Men sifatlisini faqat shu narxiga qarab turib chamalab olayapman xolos. Men uchun hammasi bir xilda tuyulaveradi. Lekin mutaxassis sifatida masalan, bitta olganda yaxshiroq sifatlisini olmoqchiman, masalan, qanaqa qilib men sifatlisini tanlayman? Yo sifatli faqat shu narxdan bilamiz xolosmi? Yo'q, unitaz tanlab turganda e'tibor beriladigan narsalari keramikasi, sifatli keramikadan ishlatilganmi, uni rostdan ko'z bilan ko'rib ajratib bo'lmaydi. Brendni roli mana shu joyda bo'ladi. Ya'ni misol uchun mana Wasserman brendida keramika qismi o'sha maxsus texnologiya, Germaniya texnologiyasi bilan yuqori gradusda rang berilgan bo'ladi va aynan keramikasini rangi o'chmasligiga brendni o'zi 10 yil rasmiy kafolat beradi va yuvish texnologiyasida ham gap katta, ya'ni axlat qoldirmasdan yuvib berish kerak unitaz. Mana bu unitazlar bo'lsa Tornado texnologiyasi bilan jihozlangan va bitta teshik orqali suv chiqib Tornado bo'lib yuvib axlatni olib ketadi. Va krishkasi eng ko'p buzilib qolishi mumkin bo'lgan mahsulotlardan, sinishi mumkin bo'lgan detallardan bittasi krishkasi. Qimmatroq unitazlarga Duroplast xomashiyosidan tayyorlangan krishka ishlatiladi. Arzonlari Duroplast bo'lmaydi, chunki bu arzon mahsulot emas, o'zi xomashiyo. Yoqubjon aka, men ko'ryapman, bular hammasi Xitoyda brendi, aksari ya'ni, lekin katta qilib Germaniyani bayrog'ini yopishtirib qo'ygan, men nemisniki deb o'ylayapman. Keyin siz menga aytdingizki, "Yo Yusufxon, bular Germaniya texnologiya" dedingiz. O'shaning uchun qiziq savol, mahalliy texnologiya bilan Germaniya texnologiya nima farqi bor o'zi? Nima ustunligi bor? Yaxshi. Ya'ni Yevropa texnologiyasida ishlab chiqarilishi, bu chinni mahsulot bo'lgani uchun pechkasidan tortib, mana shu krishkasini bosilishi, mexanizmlarini joylashtirilishi, yuvish texnologiyasigacha farq qiladi. Eng katta farqi asosan yuvish texnologiyasida. Yuvish o'sha aytgandek, hozir eng oxiriga chiqib turganlaridagi so'nggi texnologiyadagi Tornado yuvish uslubidan foydalangan. Duroplast krishkalardan o'sha eng qimmat segmentdagilarda shu Yevropa texnologiyasini targ'ib qilganlarda Duroplast krishka, Tornado funksiyasi shu joriy qilingan. Qarang aka, bu o'zi qopqoq plastmassa, lekin Duroplast mahsulot bemalol odamni ko'taradi. Shunaqa. Ya Duroplast bu oddiy plastmassa emas, bu nechidir tonna yuk bilan zichlab bosilgan mahsulot hisoblanadi. Qaychi ko'rsatganingizdan sinmaydi mana. Ustiga chiqib, bemalol sakrab va qanaqa chindan ovoz chiqyapti. Plastmassa qismiga umuman zarar yetmaydi bunga. Vaqti baquvvat ekan. Shunaqa. Anaqada arzon unitazlarda bu xomashiyodan ishlatmaydi. Chunki bu arzon xomashiyo emas. Ancha tannaqni ko'tarib beradigan narsa. Zo'r. Qarang aka, buni mexanizmida bezvok deyapti, и Tornado deyapti. Bu Tornadoda siz aytdingizki, suv bir tarafdan chiqib turib, aylanib tushib ketadi, trendda. Shunaqa. Shunda suv ko'proq bo'lmaydimi? Yo'q, suv isrof bo'lmaydi. Naborot, suv ekonom bo'ladi. Kamroq suv sarflab turib, butun hamma axlatni yuvib olib ketish texnologiyasi. Shuning uchun ham bu eng oxirgi texnologiya. O'zi zamon talabidan kelib chiqib, suvni ekonom qilishga e'tibor berilgan. Zo'r. Men har safar shunaqalar ko'rsam, ko'p suv ketib qolyapti o'ylardim. Yo'q, aksincha. Bu naborot kamroq suv sarflanishi bu. Suvni kamroq sarflaydi. Keyin unitazlarda eng ko'p uchraydigan holat обязательно ichi
shunday sarg'ayib, dog'ib ketgan bo'ladi. Bu shunda mahsulot sifatsizligidan bo'ladimi? Bu birinchi navbatda ichki mexanizmda xatosi bu. Ya'ni mexanizm to'liq yopilmaganda suv sizib turishi bo'ladi. Suv tomchilab sizib turadigan holat bo'lsa, bu eng qimmat keramikani ham sarg'aytirib yuboradi. Shuning uchun agar mexanizm plotni yopib bersa, suv sizib qolmaydi va umuman sarg'ayishga olib kelmaydi. Mabodo uylarda agar suv tomchilab turgan bo'lsa, buni e'tiborsiz qoldirmaydi. Bu qimmat unitazni xunuk holatga olib kelishi mumkin. Buni 50 ming so'mlik mexanizmni almashtirib to'g'rilab qo'yish kerak. Endi qarang, bu unitazda suv oqyapti, sarg'aytiradi deyapmiz. Bu shunda mahsulot xatosi bo'ladimi, ustani xatosi bo'ladimi? Qarang, agar vaqtlar o'tib, shunaqangi holat kelib qolgan bo'lsa, tabiiyki mexanizmni almashtirish charchagan bo'ladi, xizmatini o'tab bo'lgan bo'ladi. Chunki mexanizmga nechidir marta bosilishiga o'zi kafolatlangan, nechidir o'sha martadan keyin u xizmatini baribir tamomlaydi, yangilash kerak. Endi bu yangi qo'yilganda bu hosil bo'lib qolsa, ikkovi ham bo'lishi mumkin. Ya'ni ustida mexanizmni baribir bu sochma holatda bo'ladi, paketda chiqadi. O'rnatganda noto'g'ri o'rnatgan, sanligini noto'g'ri qotirgan bo'lishi mumkin yoki ustida zo'r o'rnatgan bo'lsa ham, mexanizmni o'zi ham arzonidan qo'yib qo'yilgan bo'lsa, u tezda ishdan chiqishi mumkin. Zo'r. Mana qadrli kuzatuvchilar, mana bugun biz Yoqubjon aka bilan Nova Santexnikadagi unitazlar assortimentining ichida unitazlar mavzusida top beriladigan savollar, muammolar, odamlarning qo'rquvlari bo'yicha mutaxassis sifatida Yoqubjon aka bilan gaplashgan bo'ldik. Sizga yana qanaqa unitaz mavzusi savollar bo'lsa, izohlarda yozib ketsalaring, xudo xolasa sizlarning savollaringizga videolar qilamiz. Agar kimga shunaqangi osma deymizmi, zamonaviy deymizmi, unitazni shakli, rangi, stili bo'yicha hamma assortimentimiz bor. bemalol Nova Santexnikaga murojaat qilishlaring mumkin.